Habib, Oba, voy. O'zbekistonda shunday qishloq sharoitida ham YouTubedan daromad ko'rsa bo'ladimi? Конечно bo'ladi. Hozir O'zbekiston любой точкасidan qishloq joy bo'lami, shahar joy bo'lami, YouTube'ga kanaliga ochib, video qo'ysang, bo'ldi, pul toparsan, muammosi yo'q. Qanday qilib tushuntirib bersang, buruz qilyapsan hozir shu turishda. Xo'p, men ertalab videoda qo'yib qo'ydim. Videom yuryapti, уже pul topyapti. Shu turishda ham men pul topyapman. Даже qozon ham hozir pul topyapti. Qozonda YouTube'ga nima aloqasi bor? Qozonga YouTube aloqasi shundaki, bu qozon prosta qozon emas. Bu 3 oyda ovqat pishgan qozon. Hozir ko'rsataman. Nima ovqatligini yaqinroqdan ko'rsatib berasan. Wow. 3 oy bo'ldi bu YouTube kanalimizga. 3 oyda 1 million подписчик yig'di. 700 milliondan oshiq prosmotr yiqqan. Xullas kalom, полный farsh. Knopkani ham Amerikadan keldimi? Knopka ham Amerikadan keldi. O'zbekistonning любой точкasiga o'zlari dostavka qilib jo'natib yuboradi. Vashshi muammosi yo'q. Monetizatsiyaning ham muammosi yo'q. YouTubedan pul topishda ham muammosi yo'q. Shunday viza kartangga pul tushadi, knopkalardan to'g'ri adresingga eshiging tagiga kelib tashab ketishadi. Xullas kalom, bu kanalimizni ochilganiga 3 oy bo'ldi. To'xta. YouTube kanal nomini ko'rsatmayman. Nimaga? Chunki bu amerikanskiy YouTube. Amerikanskiy YouTube'da hozir ko'rsatsam ko'pchilik o'zbeklar o'tadi. Lekin auditoriyasi buziladi. O'zbekistondan ko'rsatib pul bermaydi. Shuning uchun biz amerikanskiy auditoriyaga ishlaymiz, ya'ni videolarimizni ingliz tilida qo'yamiz. Shu orqali pul topamiz. Agar senga ham mana YouTube qiziq bo'lsa, YouTube kanal ochish qiziq bo'lsa, profilimga o'tsang, Telegramim bor, Instagramda shunga kirsang, hamma ma'lumotlar bor. Kanalni ochish, qanaqa kontent qilish kerak, qanaqa pul topish kerak, hamma narsa bor. Xohlasang pulliga, xohlasang bepul, bemalol foydalan. Makkani urib qo'y.